Spark'ni puliga eng sifatli va Buyuk Britaniyada ta'lim. Buyuk Britaniyaning eng katta afzalliklari bu hujjatlarni yig'ishdagi yengillik hisoblanadi. Buyuk Britaniyaga o'qishga hujjat topshirish jarayoni boshqa davlatlarga qaraganda soddaroq va tezroq kechadi. Ko'p hollarda talabalar IELTS natijasi, motivation xat va akademik hujjatlar bilan ariza topshirishlari kifoya. Talabalarga yaratilgan qulayliklar esa alohida mavzu. Agar siz tadqiqot va ilmiy izlanishga qiziqsangiz, Buyuk Britaniya universitetlari sizga eng zamonaviy laboratoriyalarda ishlash imkoniyatini beradi. Talabalar o'z sohalariga doir loyihalarda faol ishtirok etishlari va akademik rahbarlar bilan birga ilmiy izlanishlar yaratishlari mumkin. Akademik mavzularni chuqurroq o'zlashtirishda sizga universitetning Student Support markazi yordam beradi. Bu yerda bepul konsultatsiyalar, o'quv mashg'ulotlari va til yordami mavjud. Agar siz ishga joylanmoqchi bo'lsangiz, Career servisi sizni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Universitet o'qish boshlanishidan oldin barcha yangi talabalar uchun Orientation Week o'tkazadi. Bu hafta davomida siz universitet infratuzilmasi, darsliklar, xizmat ko'rsatish bo'limlari va murojaat qilish manzillari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu esa sizning yangi muhitga tez moslashishingizga yordam beradi. Orzular armonga aylanmasligi uchun ularni rejalashtirib, amalda bajarish kerak. Hoziroq Everstudy Consulting bilan bog'laning va Buyuk Britaniyada o'qish yo'lingizni boshlang.